Kasdim ishimi qani? Men yarim stavka ishlayman-ku. Sayfulla, qalay bo'pti qurishlar? Kottejlarimizni pashti yarimi bitib qoldi. Men bu kim? Bu meni ustalarning ichida eng ishongan, eng yaqin ustam hisoblanadi. Kelajakda siz yashaydigan uyni ham aynan mana shu usta quryapti. Shu usta bizning qo'limizga topshiradi, xudo xolisa. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Birinchi salomdan boshlaymidimi? Farosat. Kelishim bilan salom bermoqchi edim. Prosta bular gapirayotganlari uchun gaplarining ustiga gap qo'shmay deb gapirmay turdim. Kechirasiz. Sen qayerdan o'zi falsafiy bo'lib qolgansan? Ha? Ahvolingni qara. Qachon cho'milganingni bilasanmi o'zi? Aql yo'q qolgansanlar? Turishingga sani. Tilim ham ojiz senga gapirishga. Opa, siz noto'g'ri gaplar gapiryapsiz. Tez uzr so'rang. Nima? Sayfulla, kelib shundan uzr so'raymanmi? O'ylab gapiryapsizmi? Yo'q opa, yo hozir uzr so'raysiz, yo sizga masjiddan hech qanaqa uy sotilmaydi. Men uchun ustalarim birinchi o'rinda turadi. Voy, Sayfulla, meni kimligimni esdan chiqarib qo'ydingizmi? Xohlasam, hozir o'zida 4 ta uy sotib olaman, xo'pmi? Naqdiga. Tez uzr so'ra. Нараяне джай, пацаны, подруги. Нараяне джай,